Mana, Cangşoğluq tamaklar geldi ya sevimli hanımlarımız. Atigeli çırayınızlarını, 2 yıldır uyuңuzlarni Cangşoğluq otamay tıqqanlarım qopыңızra ballarımızın naşlıqta yaqılayını. Şen bitiş olay degen gaqda güzel naşlıqım tayya boldu. Bir-biride o'xshagan, bir-biride güzel qilish usuli tas jumut asad sama bari sizlar qilmaymiz deb so'raver ekansizlar. Tas deb qayqani. Tasning birinchisi qo'noq. Qo'noqni 10 sant atrofidagi so'p sanchita yaqib olamiz. Tutib yeyishga qulaylik bo'lib, buni qilsaqcha andiki nazifasiz ko'rimizga sut qo'yib qonaqlansa bosh 15 minut atrofida qaynatib olamiz. Narimangil bilan tanishgandiki, g'anjo qilgandiki har kuni yangi mazmunlar bilan turmushimizga go'zallik ato qilasiz, beyitisiz, osonlashtirasiz, huzur berasiz deydigan xonimlarimiz tigiga joy deb es qo'yamiz, chiqqan tiqalarimiz hammamiz qo'lga tutish biriktirishayni. Kelganingizdek arliqda men muvofiq teriqni yuvib tayyorlab oldim. Andi saviza, so'ng piyoz mayslarni ushaq to'rvag'icha otinoga chiqarib qo'ygan suv boshqani yoqadigan vaqtni bu qapda tiqalarim. Buniki tafsiliy qilish usuli oylik filmlarda bojimo qalamanada qilgani o ayrim. Xamiri o'xshash bir xamir, ammo bu evniki qaraganda sal hajmi kichik bo'ldi. Andi buniki ikki tarafini yoqib pishiramiz. Ayliq filmda bir tarafini pishirganmizmi? Am bir yandi bularni qilgach qarasam qo'noqni pishqabdi tiqala 15 minut pishirlik tutdi bo'jimi? Eki bularni alaverib mo'shu sutning o'ziga raktina chitanni yarim stakan teriqnisa bir o'rlagandagi ushaq to'rvaga savzinsib suz 10 minut qaynatib qo'yamiz. Bu qaynab turg'uchang biz ma'noli tort yasab baqamdiq semli tiqala. Bir-birini ustiga mashaq chirayliq tizivagandagi ustiga qattiq qo'yib andi har xil suvlarni mevalarni chechib qo'ysak nafisa yulduz yurishligimizningki go'zalligi. Yasiga tortlarimizning kattaligi, chashqama chashqolarimizning o'zgachiligida gulgiliga ketdi. Mana semlik tuqqalarim filmlarimiz yarawat qolsa qimmatli yurganingizlarni besib meni qatilish unutqaningizni semlik tuqqalarim qarangizlar mana mashina qitnayt tasdiqda bir soatga yetmagan vaqtda go'zal nashligimiz tayyor bo'ldi degan gap. O'rgan oldingizmi semlik tuqqalarim? Amsiz sizlarmi o'sha hafta chiqqim sinab beqingizlarchi? Xayr xo'sh. Mana